uyingizni podval qismiga sanuzel qilgansiz va chiqindi suvlarni qatga chiqarishni bilmay o'ylanib yurgan bo'lsangiz, men sizga zo'r yechim aytaman. Ko'ryapsiz, Nero brendidan fekalli nasoslarimiz kelgan. Buni qulayligi, afzalligi nimadan iborat deydigan bo'lsangiz, bu chiqindi suvi uchun mo'ljallangan nasos hisoblanadi. Tasavvur qiling, uyingiz 2-3 qavatli bo'ladigan bo'lsa va uyingizni podval qismiga sanuzel, dush, unitazlar qilgan bo'lsangiz, chiqindi suvlarni qatga chiqarishni bilmay yurgan bo'lsangiz, mana shuni shunday ustunovka qiladigan bo'lsangiz, bu chiqindi suvlarni yuqoriga bosim bilan chiqarib beradi. Ana o'shanda chiqindi suvlari shaharni asosiy kanalizatsiya tizimiga bemalol o'tib ketadi. Xullas, buni qarang, 4 tagacha tochkaga ulasangiz bo'lar ekan. Ya'ni, xo'p, rakvina bo'lishi mumkin, kirmoshna bo'lishi mumkin, unitaz bo'lishi mumkin, sanuzel bo'lishi mumkin. Xullas, ulab qo'yadigan bo'lsangiz, chiqindi suvlaringizni hammasini tepaga haydab beradi. Endi buni texnik ma'lumotlarga keladigan bo'lsa, 220 volt ishlaydi, quvvati 450 watt. Undan tashqari minutiga 125 litrgacha suvni bemalol haydab beradi. Xullas, kanalizatsiyadan muammo bo'ladigan bo'lsa, uyingizga borib shunday ustunovka qilib yuboradigan bo'lsangiz, hamma muammoingiz yechiladi. Pastda nomer qoldiramiz. Telefon qiladigan bo'lsangiz, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati ham bor.